Yaponskiy parkka bormoqchiman bugun. Moskvani burchagida почти под Moskva. Avtobus ketgan. Shu avtobus ketadi. Короче, mesdaga yetib keldim, lekin mesda birdan boshlanadi. Shunaqa joydan tushib bor lekin. Nima deyapti? Tabiat. Moskvani chit joylar. Shahardan chiqib ketdim-da, ancha uzoq. Borladi. Ammo bu yoqda bo'lsa kerak. Tabiat chiroyliligini ko'rsataman sizlarga. Cho'za tabiat. Endi kirib kelyapman tabiat. Prям top. Baribir bahor o'z nomi bilan bahorda chiroyli, juda tabiat. Ayni vaqtida keldim-da bu yerga. Hozir bu tomonlarga ham yurib boraman. Birinchi marta keldim mana joyga. Toza havodan odam to'yadi bu yerda. Kisloroddan. Prям топ. Plus yana qushlarning ovozi ham. Bu tomonda Yaponskiy park bor. Bilmadim u qanaqa, anchalik uzoqda joylashgan. Plus bu yerda yana bunaqa suv ham bor ekan. Hozir cho'miladigan suv ekanda lekin. Bu tomonda ketgan yo'q, qarab. Bemalol yana borsa bo'ladi, u tomongacha ham boraman. Bu tomonga menimcha Yaponskiy parkka olib boradi. Bu tomon prosta aylanadigan joy. Videolar syomka qilib ketyapman. Qisqa. Lekin mazza. Hozir ketyapman, baliqni ko'rdim. Suvda baliq bor ekan. Mana. Shu yerda baliqlar suzib yuribdi. Kamerada ko'rinadimi, yo'qmi? Mana baliqchalar. Bemalol kelib baliq ovlasa ham bo'ladi-da bu yerda. Katta baliq ham bor. Tabiat mosh. Da. Bu tomonga oxirigacha bormadim. Bu yoqda ko'p o'z odamlar o'tirib piknik qiladigan joylar ekan bu tomonda. Aylanadigan joy yo'q ekan. Ruslar o'tirib ichib shashlik pishirib qilyapti ekan. Bezovta qilmadim, men ham bormadim. Bu yoqqa parkka kirib ketamiz. Men bu yerda shuni tushundim. Yovvoyi tabiatga ziyon yetkazmagan holda yo'lakcha qilganda, yo'lakcha. Shtab yog'ishdan hech qayerga qozmagan, buzmagan, motori qoqmagan. Prosta yo'lakcha qilgan. Qirlikdan bu tomon qir tepaga chiqib ketadi. Bu tomonda suv bor, suvni tomoni qir. Bu o'rmonzor. Yo'lakcha qilib ketdi. O'ta go'zal. Men Yaponskiy park shu bog'da yonida bo'lsa kerak deb o'yladim. Bog'da hamma joyni aylanib ko'rdim. Navigator meni aldagan ekan. Mendan 30 minutlik uzoqlikdagi bunaqa shaharga yaqin joyda. Bu tomonda dachalar bor. Shu joyga joylashgan ekan. Park kirish bu yerda. Chiroyli. Yapon qizlariga tahlil qilayotgan qizlar ham bor. Toshga o'tiruvdi. Chumoli bor ekan, deyapti. Oxiri yetib keldim lokatsiyaga. Bismillah. Park Yaponskiy. Bu yerdan beryapti lekin.
Короче, bu yoqda yaponskiy park, bu yerda kacheli. Bu bepulagina. Bolalar uchun besplatno ketdi. Kattalar ham tushsa bo'ladi. Ko'rmoqchiman. Uyalayapti. Mana yaponskiy park. Bugun keldim. Ko'rinishi chiroyli.